siz quyidagi 4 maslahatga amal qilgan holda bolangizni tishlarini muddatidan oldin kasallanishi va yo'qolishini oldini olgan bo'lasiz. Xo'p, bulardan birinchisi bolani doimiy ravishda, ya'ni 2 yoshga to'lganidan so'ng tishlarini yuvishga o'rgatish juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu o'sha yosh bolalarga xos bo'lgan tish pastasi yoki bo'lmasa tish cho'tkalari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Xo'p, ikkinchisi, eng asosiy sabablardan biri bu bolaning ratsioni, ya'ni ovqatlanish tarkibidagi turli xil shirinliklar va turli xil shirin ichimliklarni olib tashlab, ularning o'rniga turli vitaminlarga yoki bo'lmasa kalsiyga boy bo'lgan tvorog yoki bo'lmasa shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'paytirish. Uchinchisi, doimiy ravishda stomatolog ko'rigiga bolangizni ko'rsatib turish juda ham muhim. Bu o'sha qanaqadir darajada tishlari kasallangan vaqtda kasallikni oldini olishga juda ham katta yordam beradi. To'rtinchisi, buni ko'pchilik deyarli bilmaydi. Ya'ni o'sha yosh bola 2 yosh yoki 3-4 yosh bola, bir xil bolalar emizikli yoki bo'lmasa butilkadan sut ichadigan bo'ladi. Shunaqa vaqtlarda imkon qadar bola uxlab yotgan vaqtda bunaqa o'sha butilkadan shirin narsalar yoki bo'lmasa sut bermasligingizni iltimos qilamiz. Sababi bola uxlab yotgan vaqtda uning so'lagi hech qanaqa funksiya bajarmaydi. Shuning natijasida esa sut ichgan vaqtda sutdagi shakar tishlarga o'rnashib qoladi va bu ham tishlarini karies bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun quyidagi maslahatlarga amal qilgan holda siz bolangizni tishlarini kasallanishini oldini olgan bo'lasiz.